Barcha darsliklarni rasmxona.uz saytidan bepul yuklab oling. Vinyetka 24 fotograflar uchun zamonaviy uslubda yaratilgan yuqori sifatli vinyetkalar xizmati. Respublika bo'ylab yetkazib berish bepul. Bugungi darsimiz vizitka tayyorlash haqida bo'ladi. Vizitkani tayyorlash eng yaxshi yo'li bu mutaxassislar taxlagan vizitkalar bor, shularni ko'chirib olib, PCD variantini ko'chirib olib, shulardagi yozuvlarni o'zgartirib taxlaganimiz qulay. Masalan, siz yoki men o'zimiz taxlaganimiz bilan baribir mana bu mutaxassis taxlaganda chiroyli qilib taxlay olmaymiz, ham unga juda ko'p mehnat va vaqt sarflashimiz to'g'ri keladi o'zimiz taxlaganga. Undan ko'ra tayyor shablonni o'sha ko'chirib olib, uni o'zgartirsangiz, ancha vaqtdan ham yutasiz, ham vizitkasi ancha chiroyli chiqadi. Buning uchun freepik.com mana saytiga kiramiz. Bu yerga vizitka deb qidiramiz. Mana chiqdi. PCD ga qo'yamiz. Bepulga belgilaymiz. Keyin qarang, siz masalan har xil vizitka chiqyapti. Mana bu yerda masalan rang tanlash mumkin. O'sha rang ko'proq uyg'unlashgan bo'lsin degan rang tanlasak, masalan yashil tanlasak, ko'proq yashil vizitkalar chiqadi. Ko'k vizitka farqi yo'q. Klient qaysi rangdan ko'proq bo'lish kelsa, o'sha aytgan rangini tanlab, o'sha vizitkani taxlab bersangiz bo'ladi. Mana men masalan sariq tanladim deylik. Kiramiz. Qaysi vizitkani olsak ekan? Oddiygina bitta vizitkani ko'chiramiz. Shuni deylik. Skachat qilamiz. Bu Freepik sayti bir kunga 2 tadan 5 tagacha ko'chirishga ruxsat beradi. Shuning uchun masalan ko'chirayotgan narsangiz to'g'ri kelgan narsani ko'chirib tashlamang. Limitingiz to'lib qoladi, yana bir kun kutishga to'g'ri keladi. Bepul variantida. Endi открыть qilamiz. Mana bu ochib, zip papkadan chiqarib olamiz. Alt ana aylanma i bilan. Mana bu chip belgiligi, bu o'sha PCD'liga tashlab olamiz. Birinchi o'rinda bu yerga masalan brendingiz bo'lsa, hozir T bosib ketdi. Mana bu narsa bu mana old tomoni, bu orqa tarafi. Bu belgi mana bu mo'ljalda olish uchun ekan, bu narsa kerak emas ekan. Birinchi o'rinda old tarafini taxlab olamiz. Mana font yozilgan. Masalan, mana belgini xohlang, o'chirib tashlab, o'zingiz brendingizni masalan reklamangiz bo'lsa, o'shani qo'ysangiz bo'ladi. Brendingiznikini. Hozir bir minut. Qanaqa bo'lsin ekan? Rasmxona.uz ekan. Mana bu yerda bor ekan. Hozir emblem ham bor edi, hozir qaysi saqlanib qolgan eslolmayapman. Bizga shu emblem turaversin deylik, mayli. Bu yerni o'zgartiramiz. Masalan, studiyamiz nomini yozamiz. Rasmxona.uz deymizda. Mana bu chiziq e'tibor qiling, mana bu ichkarida chizdan chiqib ketmasligi kerak, yasayotgan narsalar. Masalan, Photoshop video darsliklar. Bergan sayt nomini yozing deydi. Xohlang bu yerga Telegram akkauntingiz reklamasini yozib qo'ying. Telegramdagi qanday bo'ladi? Me deysizda. Yozsangiz bo'ladi, saytingiz bo'lmasa. Menda sayt bo'lgan uchun baribir odamlar saytga uncha-muncha kirmaydi. Vizitkadan masalan sizdan vizitka olgan odam ko'p hollarda raqamingiz kerak bo'ladi. Telefon qilish uchun ular saytlarga uncha odam kiryapmaydi. Uncha ko'p ham xarajat qilib sayt ochish shart emas. Bo'ldi, buni taxlarga old tarafini deylik. Buni iloji bo'lsa birdan hozir razmer necha ekan buni? 15 qilsak, razmer 15 ga 9 ekan. Bo'lay emas. Alt ketil S bosib, mana bu yerga kirib 01 deb saqlanib qolamiz, JPEG ga qo'yib. Keyingisiga o'tamiz. Bu yerga ham shu narsa yozilgan ekan. Rasmxona.uz deylik. Mana
Shift bosib kuchaytirsangiz ham bo'ladi. Degan xuddi shu narsa Photoshop darsliklar. Bu yerga masalan o'zingiz tumaningiz yozsangiz bo'ladi, xuddi o'sha joyingizda. Oddiygina masalan Muborak tumani yosh yoshlik efiy. Telefon nomeringizni yozasiz. Ikkita bo'lsa ikkita bo'lsa bittasini yozasiz. 591 951 ikkinchisini o'chirib tashlaysiz. Mana bu yerga yozing masalan. Hozir playsilaylik. Ismingizni qo'ying masalan. Xohlagan ismingizni yozing yoki Ma'mur Markayev deb asoschimi yoki rahbar deb yozsangiz ham bo'ladi. O'zingizga kim o'xshashini yozasiz. Bu yerga iloji emayilingiz bo'lsa, emailingizni yozing. Bo'lmasa Telegram akkauntingizni yozib qo'ying. Masalan, Telegramda mana shu narsani yozsa, poyst bersangiz, birdan akkauntim chiqadi deb masalan. Eng qulay Telegram akkaunt hozir emaildan ham ko'ra. Iloji bo'lsa bu yerda shablon kichkina ekan, siz buni katta qilib yozib qo'ying, bari ko'zga ko'rinadigan qilib. Manzilingizga ko'pchilik e'tibor qilmasa, lekin telefon nomeringiz juda muhim, kontakt aniqroq ko'rinishi kerak. Mana bunga ham. Masalan, klientga bergan paytda aytasiz, Telegramda mana shuni qidirsak ham chiqadi kontaktimni aytsangiz bo'ladi. Bergan sayt yoki o'sha Telegram akkauntingizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Mana o'zi Taplinkdan sayt ochib, bepul sayt beradi, o'shanga ochib, shu yerda reklamangizni qo'ysangiz bo'ladi, Taplinkdagi silkani yozsangiz bo'ladi. Buni ham kirasiz, alt ketirles bilan JPEG qilib 02 qilib saqlantirib qo'yasiz. Bir ketirles buni ham saqlantirib qo'ysak bo'ladi. Endi mana vizitga old orqasi taxlab oldik. Keyin qarang, buni ikkita yo'li bor. Xohlasangiz vizitga keskich 15 ga 10-15 razmer bo'ladi. Men 15 ga 10 deb yozib oldim. Xohlasangiz mana bunda kesib oling. Mana bunda kesib olsangiz bo'ladi. Bitta yaxshi yo'li bor. Agar yozuvlar ko'p chetdan kesilib ketishi mumkin desangiz, Ctrl Shift R deb bosingda, mana bunda ana bu zanjirni olib tashlash kerak. 15 ga 10 yozingda. Sal cho'zilishi mumkin vizitga, lekin ko'rinadi, hech qayerga kesilmaydi ortiqcha. Lekin cho'zilibroq chiqadi. Yoki sal kattaroq belgilab oling, farqi. Orqa taraf qora, men pastlab qora bo'lib chiqyapti. Keyingisini bunda kesilgan joyi yo'q ekan, shunchaki belgilab oldim mana. Ikkalasi 15 ga 10 razmer bo'ldi. Endi ikki tarafga bu. Qaysi vizitga 100 taraf bo'lsa, shunday kiramizda mana shu knopka F, Ctrl Shift F11 deb bosamiz, Enter bosamiz. Mana birdan old orqani taxlab beradi. Burada PDF deb qo'yib mana saqlantirsangiz bo'ladi, mana chiqdi. Ctrl P ni bosib oldin birinchi stranatsiyasini berasiz. Chiqib bo'lgandan keyin ikkinchi stranatsiyasini berasiz. Vinyetka 24 fotograflar uchun zamonaviy uslubda yaratilgan yuqori sifatli vinyetkalar xizmati. Respublika bo'ylab yetkazib berish bepul. Barcha darsliklarni rasmxona.uz saytidan bepul yuklab oling.